Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv yana efirda. Sherigim bilmayman. Kech qolishlari mumkin. Har doim kech qoladilar. Bu safar ham o'zlari aytdilar. Mana shu manzilga keling. Shu yerda tasvirga olish jarayonlari bo'ladi dedilar, lekin o'zlari yo'q. Bilmayman. Vaqtida kelmaydilar. Ularga menimcha odat bo'lib qoldi-yu. Menimcha bu odat endi yo'qolmasa. Siz baxtliysizmi bu yerda? O'zim chaqirgan joyga o'zim vaqtli kelamanmi? Nimaga bo'lmasam ko'rinmasdan o'tiribsiz? Partan tagida nima bor? Uxlab qolibman. Boya siz kelgunizcha endi ba'zi bir bizda ba'zi boshlovchilar ozgina kech qoladi, bildirmay birinchi paraga kirib oldim leksiyaga azizlar. Ozgina ko'zim ketib qolibdi, ko'p emas. Ozgina emas, siz kun bo'yi uxlaysiz o'zi. Siz manchalik mehnat qilsangiz, siz yillab uxlardingiz. Ha, uxlang. Men ishlarim shu darajada ko'p, Farina. Salomlashing. Bozorda ishim bor. Biz ko'rsatuvni boshlaganmiz. Voy. Assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni qadri baland muxlislari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun talabaligini sog'ingan insonlar uchun ko'rsatuv bo'ladi. Chunki nimaga desanglar, biz bugun yana bir xalqimizning nufuzli universitetlariga tashrif buyurdik. Qani bugun bir talabalarning kayfiyatini bilaylik. Necha bahoga o'qishyapti, nima harakat, nima jarayon bo'lyapti. Siz necha bahoga o'qiyapsiz deb savol bermang, xo'p? Chunki o'zingiz yaxshi o'qimayapsiz. Men haqqoniy o'z kuchim bilan 3 bahoga o'qiyman. Buncha молодецmi? 3? Atigami? Iltimos qilibdi, o'zi 2. Bunchalar zo'rsan deymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Sevgi xatimni olib berib oling. O'zingiz oling. Adashib sizga tegib kesib. Assalomu alaykum ustoz. Hammamizsiz, salomatsiz. Ustoz, mana men sizga hammasini sotaman. Bu ko'k shapkali qiz. Sizni eng yomon ustozingiz. Qattiq qo'l, tushunmaydi kech qolsangiz dedi. Bilaman. Psixologman-ku. Hozir yetdim ko'ziga. Yo'q. Mana, endi savol. 1 dan 10 gacha ustoz baholaylar ham. 9. Yomon ko'radiganlar guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi-ku. To'g'ri. Ana ustoz sifatida soz nominatsiya qo'yib chiqasiz. Yilni eng mas'uliyatli o'quvchisi mana guruhda. Starsda, Mohinur. Starsda. Hop. Eng ko'p gapiradigan menda. O, Shabona. Chempioni. Kam gapani bor yo'qligi bilinmaydigan. Nega? Ana sizdan ko'proq ustoz deb savol so'rab, ana darsga chanqoqroq. Bo'ladi-ku, bitta ko'p savol beradigan. Ha, mana Zilola bor-ku. Zilolani o'zimi? Men aytyapti. Ham yomon ko'radi, ham ko'p savol beradi. Odam emas ekan deb o'ylaydigan. Sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak, ustoz birinchi muhabbat kim bo'lgani? Men birinchi muhabbatim bo'lmagan. Sochingiz nimaga turib oqardi ustoz? Endi yoshingiz o'tgandan keyin 29 ga kirayotganingizdan keyin oqaradi. 29 yosh-ku. O'tgan safar bir odam bilan gaplashdim. 40 yoshgacha qariman demaslik kerak ekan. Ko'pchilik aytadi, o'zim qariman, ko'nglim yosh deydi. Shu narsa psixologiyada bormi rostdan? Ko'ngil yosharishi. Odamning biologik yoshi bor, ijtimoiy yoshi bor, psixologik yoshi bor. Masalan, sizning biologik yoshingiz bugun 21 da bo'lishi mumkin, lekin ijtimoiy yoshingiz 30 yoshda bo'lishi mumkin. Ya'ni tafakkur, o'ylashi. Ha, yashayman. Tushunarli. Endi men ustoz sizga savol. Oxirgi marta onajoningizga qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Ertalab yetdim, ishga ketayotganman. Aldamang. Yo'q, rost. Oynajon orqali aytib qo'ying, dars bo'lmaymiz. Oy, siz yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. Yaxshimisiz? Rahmat. Kayfiyatlar zo'rmi? A'lo. Kutganmi deylar? Juda ham kutgandik. Qancha kutdingiz? Voy, har kuni ko'ramiz. Ayniqsa men xo'jayinim juda yaxshi ko'radi ko'rsatuvlaringni. Qani Ashtoshingga o'qishga borganda bir marta menga salom jo'natganing deydi. Faqat shunaqa dedilar. Menga ham yaxshi ko'rishingga aytib yubor demadilar. Voy, aytadilar, mana beryaptilar. Marhamat, olamiz. Allo. Nima deyapsan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Azizim, men sizni juda yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, jonim. Siz meni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Sizdan ko'p yaxshi ko'raman. Qanchalik? Qanchalik? Umringiz oxirigachami yo yangilaysizmi? Yaxshi eshitilmayapti. Umringiz oxirigachami yoki yangilamoqchimisiz?
sog' bo'ling, baxtimga salomat bo'ling. Rahmat. Siz ham sog' bo'ling iloyim. Zo'r. Zo'r? Bunchalar zo'rsiz a? Bu nom haqiqatan ham sizga ham atalgan. Bunchalar zo'rsiz. Zo'r. O'zi har doim mana shunday turmush o'rtog'ingizga qo'ng'iroq qilib, erkalanib, sizni yaxshi ko'raman, qanchalik meni yaxshi ko'rasiz degan gaplarni ko'p ishlatasizmi? Juda ham ko'p. O'zimiz katta bo'lsak ham, lekin yuragimiz yosh. Qanday sevishib turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, bir marta ko'rib turmushga chiqqanman. Va bir ko'rishda sevgansiz. O'sha haqiqiy sevgimi ekan? Albatta, juda ham baxtlibiz. 4 farzand, 5 farzandda ota-onasimiz. Mana farzandlarimiz ham oliy o'quv yurtlarida o'qishyapti. Kechagina o'g'lim tug'ilgan kuni bo'ldi, 21 yoshda qarshiladi. Keyingi oyga xudo xohlasa Koreya davlatiga o'qishga ketyapti. Ajoyib. Ota-onangiz ham hayotlar. Albatta. Necha yoshdalar? Dadam 75 ga kirdilar, oyim 73 ga kirdilar. Eng boy inson ekansiz. Rahmat. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatingiz qanday? Yaxshi, zo'r. Assalomu alaykum. Mana azizlarim, eng kichik talaba menimcha. Siz ham shu to'qqiz. Uy? Ham farzand. Ham menimcha ish ham bor. Ishim bor. Bu televizorda ko'rganda kamasa ekansan-a deydi. Oila, ro'zg'or, pochcha, o'qish. Qaynona qayerda hamma narsa bor. O'qishadi. Opa sizga, opa joningizda qaysiz bormidi? Yo'q, nima? Oddiy biz yoshlar, mana hali oilamiz yo'q. Nega ulgurmaymizmi, noliymiz? Siz qanaqa ulguryapsiz? Endi bilmadim, harakatda. To'g'risini ayting, Terminatorga kim bo'lasiz? Temir xotingami? Qarindoshimiz bo'lgan. Halol qilib. U yonib ketgan. Yonib ketgan bilmasa ketmas. Nechinchi farzand? 5. Qadrli yurtdoshlar, menga qarang mana. Oranglarda agarda o'zini ishini eshitib yurganlar. Hani ikkita farzandga dod deyotganlar. Opamda 5 ta farzand. Bittasi o'zlari bilan birga o'qiyapti. Meni aytyapti. Bog'chaga bormay, maktabga bormay oliy bo'lyapti. Bu maktab bitiradi-ku. Keyin shu diplomini kelib shu yerda olib ketaveringlar. Baribir mana nima o'rgatgan deysiz. Ona mana biz o'zbek ayollari o'zi rostdan ham film bekorga olinmagan. Shu o'zbek ayollarining ishini yarmini qilib yonib ketadi temir. Biz ayollarni metni, sabri nimada? Onam shunday bo'lganmi? Shunday. Siz onangiz qanaqa inson? Juda ham oqko'ngil, mehribon, samimiy. Meni hayolimda eng zo'ri, buyuk inson. Lekin kimlardir aytadi-ku, ona bo'lsang, onani qadrini bilasan deydi. Aynan siz 5 marta qadrlarni bilgan ekansiz. Nima gapingiz bor onajoningizga? Dunyo turguncha turing. Doim ota-onam birgalikda biz bilan yaxshi kunlarimizda birga yurish nasib qilsin Allohim, yuzlarga kiring. Mana pochcham hozir qayerdalar? Uyda farzandlarga qarab turibdi. Mana izlar hozir ko'rdinglar, mana bemalol. Pochangiz ishga boradi, kechga qaraydi-da. Almashib qaraysizlar. Lekin mana baribir rahmatingiz ularga ham aytishingiz kerak, to'g'rimi? Baribir shuncha qo'llab o'qityaptilar. O'zi hozir hamma qilsa bitta savol, qanaqa ko'ndirdi bu opa shuncha farzand bilan turmush o'rtog'im deyapti. Xo'jayinim juda ham oqko'ngil, yaxshi inson. Yaxshi ko'rishib turmush qurganmiz. Sizga mingdan ming rahmat aytaman. Borligingiz uchun rahmat hayotimda. Bu katta bo'lsa boshlovchi bo'ladi xudo xolasa. Chunki mikrofonga tartilyapti. Havas qilaman, sizday bo'lsin. Bizdan o'tsin, eng zo'ri bo'lsin xudo xolasa. Bunchalar zo'rsan. Darslar tugadimi yoki boshladimi yana? Tugadi bizniki. Sessiyalardan, semestrlardan qanday o'tib oldingiz? Juda zo'r, yaxshi. Omad bilan, bilim bilan. Rahmat. Qanchalik omadli insonsiz? Men juda ham zo'r omadli insonman deyman. Qaynona, qaynotam, ota-onam, erkatoy kelinman. O'qishga kirgizishda sog' bo'lishsin. Kimga erkasiz? Qaynona, Qaynona, onajoningizgami? onajonimga, erimga ham, ota-onamga ham har tomonlama. Qaynona, onajoningizdan qanday fazilatlarni, qanday ishbilarmonliklarni o'rgandingiz ulardan? Qaynona, onajonim o'zi oliy ma'lumotli. Farzandlarimga o'zimdan ham yaxshiroq darslar qildiradi. Ba'zi paytda yolg'on ishlatib turasizmi? Bo'lib turadi. Bugun mana qanday yolg'on ishlatdingiz? Yaxshilik yo'lida faqat. Bugun yolg'on ishlatmadim. Oxirgi marta. Dadamga hozir gapirdim. Dada pul tashlab bering, pulim qolmadi dedim. Pulingiz bormidi? Pulim bor edi. Nimaga kerak edi u pul endi? Bozorga boramiz kiyingan. Buncha molodesmi, ha? O'z ayollarimizni kayfiyatini nima ko'taryapti? Kiyim-kechak, kiyim bozorga borib o'zimizga kiyim xarid qilsak shu. Agar ko'p pulingiz bo'lganda nimaga ishlatgan bo'lardingiz uni? Ota-onamni umraga jo'natgan bo'lardim. O'zingiz uchunchi? Bilmadim, o'zim uchuncha o'ylab ko'rmadim. Siz uchun dunyo go'zali kim? Onamga shu telefon qilib meni yaxshi ko'rishimni aytsam, o'zim juda ham yaxshi ko'raman, lekin ayta olmayman. Nega ayta olmaysiz? Yaxshi ko'rar ekansiz, aytish kerak-da buni. Siz bahona aytaman hozir.
Agar misol uchun deylik, agar mana shu ko'rsatuv kelmaganida, bugunga nasib qilmaganida, qachon aytardingiz bu gapni? Ertaga boshlangandan beri shu Parvinani nimasiga ko'rsatuviga chiqib, ota-onamga yaxshi ko'rishimni aytaman deb dilimda tuyib qo'ygan ekanman, niyatim xolis ekan, mana yetkazdi. oshdi. Demak, hozir hayotingiz davomida birinchi marta aytasiz. Yo'q. Ha. Shu turmushga chiqqanimdan keyin shu 2 yil bo'lib qoldi aytmaganimga. Demak, hozir ayni fursati deyapsiz, qo'ng'iroq qilib, sizni yaxshi ko'raman ona deyish, ko'rsatuvni aytmaysiz faqat. Bugungi ko'rsatuvimiz ota-onalarga juda ham ko'p bag'ishlanyapti, azizlar. Assalomu alaykum aya, yaxshimisiz? Rahmat, ishlayapsizmi aya? Ayo, men sizni, rahmat, men sizni juda yaxshi ko'raman. Yaxshi. Yoshligimda ko'p kuydirganman, meni kechirasiz a? Yaqinda ham bilmaydilingizni ortib qo'ydim. Tinchlik. Hozir ta'sirlanib ketdim, video rolik ko'rdim. Esimga tushib ketdingiz. Yaqinda dilingizni bilmay ortib qo'ydim, meni kechiring. Bu daha bo'lmaganman. Men sizni yaxshi ko'raman, ayta olmayman-ku, lekin sizni juda yaxshi ko'raman. Pulim tugadimi? Yo'q, pulim bor. Bo'pti-yu. Sangiz tashlab beraman. Xo'p, rahmat. Rahmat. Qarang, opajon, sizga ham rahmat qo'ng'iroq qilib aytganingiz uchun. Hozir onajoningiz aytayaptilar, pul kerakmi deyaptilar. Boshida aytdilar, keyin kartang bo'ldi, tashlab beraman deyaptilar. Siz odatda mana shu gapni aytish uchun onajoningizga, ya'ni pul kerak bo'lganda sizni yaxshi ko'rmadingiz. Mana aytayaptilar u yana. Dadamga aytaman, onamdan uncha pul so'ramayman. Dadamga aytaman. Yaqin dadamga aytdim-ku, pulim tugadi deganman, onamga aytgan bo'lishi mumkin. Tushunarli. Agar siz xursand bo'lgan bo'lsangiz, ko'nglingiz yayragan bo'lsa, mamnunmiz. Nimalarni his qildingiz shu gap aytganingizda? Bilmadim, ichimda yengillik narsa o'tdi. Anchadan beri ayta olmayotgandim. Bunchalar zo'rsan. Nima qildingiz? Nima qildim? Rasmlaringiz turibdi Instagramda qidiruvdim. Yo'q. Eshitdingizmi? Ha. Bu 8 ta qizga senga uylanaman degan ekan. Yo'q. Qaysi biriga uylanamiz? Bittasiga. Ismi? Ayta olmayman. Birinchi harf quloqimga. O deyapti. Hali sizni do'st bildimmi? Xom sut emgan bandaya. Yaxshida? O ekan azizlar. Odina. Bilmadim. Amina. Yo'q. Oysha. Yo'q. Onasi deb erkalashib o'tdingizmi? Yo'q. To'y bo'lmasa deydi-ku. Ismingiz nima? Lazbek. Lazbek aka. Shuhrajon. Shuhrajon aka. Kursdoshlar. Necha yillik? 3 yillik. Mukofotmi, jazomi? Mukofot. Kulib aytdingizlar ekan. Eng qadrdon akamiz ham, do'stimiz ham. Yo'q. Nima qadrdon bo'lish uchun nima qilish kerak mana? Qarz berish kerakmi? Juda mehribonmiz-da, to'g'ri. Gap pulda emas-ku. Nimada? Mehr-oqibatda. Ha. Do'stlikda. Mana yosh bo'yicha siz kichkinaroq. To'g'ri. To'g'rimi bular aka? Aka boringizga shukur deb quchoqlab qo'yarsiz hozir. Albatta. Boringizga shukur. Ana. Ana kursdoshlar, qadrli yurtdoshlar. Bu ikkovi agar bu ikkita aka agar bitta qiz yaxshi ko'rib qolsa bo'lmaydi, bu qadrdonchilikda asar ham qolmasdi hozir. Kesibdi-ku? Ha. Uylansa ketadimi o'zi? Ha. Yuraveramiz-a? Yuraveramiz shunaqa. 10 yil yuraylik, bir gap bo'lar. Bir gap bo'lar. Mana hozir azizlar men sizlarga solishtirib beraman. Taqqos deymiz hozir. Mendan o'ng tarafda uylanganlar, mendan chap tarafda uylanmagan bo'ydoqlar. Kim plyusda qo'lini ko'tarsin? Men plyus. Ko'taring qo'lingiz. Xo'p. Plyusdasiz. Endi mana solishtiramiz. Biz ham misol uchun xohlagan qizimizga qara olamiz. Men ham qara olaman. Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshi emasmidi? Voydat! Bugundan keyin qarashingiz tugaydi-yu. Bo'pti, xo'p. Biz xohlagan qizimizni tanlay olamiz. Uylanishga hali shoshilganimiz yo'q. Sizchi nima? Men tanlab bo'lganman, xohlagan qizimni. Baxtlimisiz? Ha, baxtliman. Agar yana 5 yil bo'ydoq yurarsangiz o'ng qo'lingiz sekin ko'taring, o'zimiz tushib olamiz. Sekin, bitta ko'taring. Yo'q. Akani sochini yana oqartiraymi? Eshiting, savol eshiting. Qo'rqasizmi mengamdan? Qo'rqaman, hurmat qilaman. Ana kuyda. Nima, urarkanmi? Yo'q. Teparkanmi? Yo'q, rosa hurmat qilaman. Buncha молодецmi? Qo'rqmaysiz? Yo'q. Ayting, men xotinimdan qo'rqmayman. Men xotinimdan qo'rqmayman. Ism familiya Lekin hurmat qilaman. Ya, aka straxovkani yopib qo'yapti, qadrli. Sug'urtaga kirgizyapti o'zini. Ism familiya kim? Ismingiz? Abdullayev Shuhrajon. Men xotinimdan qo'rqmayman. Men xotinimdan qo'rqmayman, hurmat qilaman. Ha, bo'pti. Qo'rqmaymandilar. Birinchi muhabbat ismi nima edi? Xotinim edi. Qo'ysangiz 28 gacha boshqa bo'lgandir. Yo'q, shu edi. Yangam o'zi. Ko'rayotgan bo'lsa nima gapingiz bor?
Seni yaxshi ko'raman. Endi biz bu foydasi yo'q. Biz onaga aytamiz, yaxshi ko'rishimizni hozir buning uchun. Qani marhamat. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Yaqinda kelin olib kelamiz. Sog' bo'linglar. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Axiri sizdan suhbat olyapmiz. Axiri siz nima dedingiz? Zamdekan oldilariga kirishim kerak. To'xtinglar, mendan birinchi intervyu oling. Siz olmasangiz bo'lmaydi deb janjal qilyaptilar. Oho, omonmisiz o'zingiz? Rahmat, Xudoga shukr. Juda ham shoshayotgandim. Rahbar chaqirayotgan ekanlar, kirib ketayotgan joyimdan bu yoqqa olib kelishdi. Yuring, siz intervyu bering, siz olib boraylik deb qizlar yetalab olib kelishgandi. Juda ham shoshayotgandim. Har doim ishlaringizni tez hal qilishga harakat qilasizmi? Ha, shunaqa, chunki menda juda ham vaqt muammo bo'lib qoladi o'sha Siz uchun. uchun tezlik muhimmi yoki sifatmi? Sifat muhim albatta. Imkonim boricha sifatni ham, vaqtni ham birgalikda olib ketishga harakat qilaman. Aynan juda ham tez gapirar ekansiz. Tez gapirish kimdan o'tgan? Sizdan albatta deb. Yo'q, lekin siz mendan ham zo'r gapiryapsiz-da, yaxshi. Ha, yo'q, o'zim ham mana shunaqa jurnalistika sohasida ishlab ko'rganman, o'sha uchun. Ismingiz opajon? Ismim Sadoqat. Sadoq opajon, keling siz bilan bir o'yin o'ynaymiz. 30-35 soniyani ichida to'xtamasdan ko'rsatuv haqida ta'rif berishingiz kerak. Xo'p, bo'ladi. Mikrofonni oling. Tayyorsiz? Tayyorman. 1 2 3 boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi menga juda ham yoqadi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib kelyapti. Bularning kuzatuvchilari juda ham ko'p. Bu ishtirokchilarimizni, boshlovchilarimizni ish faoliyatlariga omadlar va zafarlar tilab qolamiz. Bundan yuksak cho'qqilarda, marralarda zabt etishlaringizga ko'makdoshmiz. Hali vaqt bo'lmadi. Bo'ldi, yetadi. Hali vaqt bo'lmadi deb qarab ketyaptilar. Yaxshi, zo'r. Bugun sizni kim kayfiyatingizni ko'tardi? Kayfiyatimni ko'taradigan odam bo'lmadi, lekin o'zim kayfiyatimni ko'tarib, pozitiv kayfiyatda chiqdim. Qanday qilib? Albatta, ertalab o'zim oynaga qarayman, men o'zimni yaxshi ko'raman. O'zimni kayfiyatim albatta o'zim ko'tarishga harakat qilaman. Bo'sh vaqtingiz bo'lsa, qaysi kitoblarni ko'proq o'qishga harakat qilasiz? To'g'risi kitob o'qiyman, chunki kitob o'qishga juda vaqtim bo'lmaydi, lekin hobbi o'zimni qiziquvchi hobbiyim desam ham mubolag'a bo'lmaydi, she'r aytish ijodini qilib turaman. Demak, siz hozir bizga Sadoqat opajon bir chiroyli she'rni dilingizdan chiqarib aytib berishingiz kerak. Bayram kelayotgan munosabati bilan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ayollarimizga she'r aytib bera qolaylik. Urmang kamchiligini to'qirlashga hech. Xatosini aytmang, bekor ko'ngli to'lmaydi. Ne qilsin Allohim shunday yaratgan. Bilib qo'ying, ayollarda ayib bo'lmaydi. To'g'ri, u biroz sodda, biroz qaysarroq. Aytganin qilmasangiz sira ko'nmaydi. Tortishib o'tirmang, yengadi baribir. Bilib qo'ying, ayollarda ayib bo'lmaydi. Qoyil, ovozingizni asrang. Bunchalar zo'rsan deymiz, 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Keling, rasm. Telefon qolib ketdi. Rasmga keling. Qalaysiz, opa? Yaxshi. Kayfiyat qalay? Uchra barcha qilamiz, yaxshimi? Yaxshi. Nima qilyapsiz bu yerda? O'qiyapman. Adashib kelib qoldi. Yo'q, adashmayman. O'zingiz xohlab. Ha, o'zim xohlam. Nima bor bu yoshda o'qib? Yaxshi-da, bilim o'rganish. Turmushga chiqqan bo'lsangiz. Yaxshi. Jiyanlarim bor. Ha, Nechta? Bitta. Bitta. Qizingiz bor. Necha yosh? 15 yosh. 2 yil kuchingiz qizingiz bilan birga o'qiydingiz. Yomonmi? Yo'q. Men qiziqaman-da. Men qiziqaman. Hozir bitta opamiz mana 5-farzandlarini olib kelibdilar. 5-farzandlari bilan chetda o'qiyapti ekanlar. Nimaga mana o'qish degan xattam paydo bo'lib qoldi bilan. Nima yoshlikda o'qimagansizlar, sharoit bo'lmaganmi, nima sabab? Shu sharoit bo'lmagandan o'qimadim. Endi sharoit. Ochani qandaydir ko'ndirdingiz? Ha. Amalladingiz, to'g'rimi? Amallar. Nechta sochlariga oq tushdi siz o'qitaman deb. To'g'risini ayting. Har kun ega bo'lib o'rgansiz. Asli qayerliksiz? Surxondaryolik. Bolalik qayerda o'tgan Surxondaryoda? Shu Surxondaryo Sarosiyo tumani. Sarosiyoda. O'sha davrni sog'inasizmi o'sha? Yosh paytingizni. Mazza qilaman. O'sha davrga qaytgingiz keladimi? Keladi. Nimasini sog'indingiz? O'yin, kulgi, yoshlik davri bor, boshqachada. Yo, qarib qoldingizmi hozir? Baribir yoshlikdagidek emasda. Ha, yo, ko'ngil demay baribir yoshaveradi. Shunday. Oxirgi marta yig'laganingiz qancha bo'ldi? Shu onamni sog'inganimda yig'layman. Bu yoqqa kelganda onamni sog'inaman. Nimaga sog'inasiz? Endi bu yoqqa kelib o'qishga nima qilib? Onani nimasini sog'inasiz mana? Hidlarini, gaplarini, ovqatlarini, so'zlarini? Shu gaplarni sog'inaman, hidlarni sog'inaman. Qaysi gap ko'p takror deydilar? Baribir hamma onasining firminning gapi bor bu yerda. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar deyiladi. Baxtimizga. Hozir ko'rayotgan bo'lsalar nima gapingiz bor? Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyat zo'r. A'lo darajada. 100% deyapti kayfiyat. 100%. Nima sababdan? Sizni ko'rganim uchun. Oh my god! Qizlarim ashaddiy muxlisisiz. Qoyil, aynan nimasini yaxshi ko'rishadi? Bir farzandlaringizga qaraganingizda, ya'ni ko'rsatuv davom etayotganda, farzandlaringiz mana shu loyihani tomosha qilayotganida nimani sezasiz ularda? Quvonchnimi? Sizdagi pozitivlik ularga juda ham yoqadi.
Demak, farzandlaringiz xursand bo'lishar ekan endi onam chiqdi deb. Albatta. Faxrlanishar ekanda yana ham. Sizni ko'rib men xursand bo'lib ketdim. Qizlarim yaxshi ko'rishi uchun ham juda ham xursand bo'ldim. Qoyil. Necha yil bo'lib turmushga chiqqaningizga? 16 yil bo'lib qoldi. Birinchi farzandingizni bag'ringizga bosganingizda nimalarni his qilgansiz? Va dunyoga sig'may ketganman. Juda ham boshqacha baxtli bo'lganman. Ayollarni baxti nimada deb o'ylaysiz? Yaxshi turmush o'rtog'i bo'lishda deyman. Mana men 40 yoshga yaqinlashyapman, lekin meni mehribon turmush o'rtog'im mana shu o'qishga loyiq ko'rib meni o'qityapti. Shundan nihoyat xursandman. Yoshligimda ushalmagan orzuyimga yetdim men. Oliy ma'lumotli bo'lish mening bir umrlik orzum edi. Erkaklar uchun ayollar tomonidan aytilgan qanday chiroyli so'z ular uchun har doim ko'ngillarini ochgan, ya'ni har doim o'zlariga tabassum yugurgan. Meni suyangan tog'imsiz desangiz, shunda men o'ylayman, yigitlarimiz, xo'jayinlarimiz xursand bo'lishadi. Yosh oilalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Sizga o'xshab baxtli mana shunday quvonchda yashashlari uchun. Oilalarni doim birinchi o'ringa qo'yishsin. O'shanda doim baxtli bo'lib yashashadi. Bunchalar zo'rsan. Qandaysiz? Rahmat, xudo xo'sh. Sochlar taralgan. Ustingizga bir qalinroq kiyinsangiz bo'lmaydimi? Endi sport zavodku biz. Vaqtimiz shunaqa. Donnozlikka o'ynaymiz. Yutqizgan odam bilmayman, yo'lmayapsiz. 10 ta jimaya joyida. 100 tagacha qilaman. Xudo o'zim qildi. 3 gacha ham 1 gacha. Farqi yo'q. 3 gacha. Agar yutsam 1 gacha, yutqizsam 3 gacha. Dong dong ziki, dong dong ziki. Yuragim ey senga rahmim kelib ketdi. 100 tagacha qila olaman diskusiz. Qani 10 ta. Hozir tugagandan keyin qilib beraman ularni. Yuraydi sportxona o'qiyapti, xudo xohlasa. Xudo. Qaysi sportchilarga havas qildi? Mana To'lqin Qilichov ham o'zimizda Jizzax viloyatidan chiqqan. O'zida O'zimniki yo'nalishim kurash. Ha, yo'q, yo'nalishim kurash. Dopiraga iflotib. Mana yoshligimda ko'p shug'ullanganman. Shu uchun bo'yim o'smay qoldi, aka. Ismingiz nima siz? Umidjon. Umidjon aka. Hayotdagi eng katta umidingizmi? Xudo xolasa bitta umidim bor shu. Ota-onam baxtimga sog' bo'lsa, hozir o'zlari ham ko'rib turishgan bo'lsa, sizlarni yaxshi ko'raman. Xudo xolasa niyatim bor ishga kirib, birinchi navbatda nima deydi, o'zimni niyatlarim bor, hajga jo'natish, shu ishga kirib, xudo xolasa. Lekin azizlar, farzand sifatidagi eng chiroyli burchlarning bittasini mana niyat qilibdilar. Niyat qilganingizni o'zi xudo xolasa birinchi qadamingiz. Akamizni she'rlari ham bor ekan, qadrli yurtdoshlar, qani? O'ngirlarda sakraydi ohu. Namatakda mittijon, qorliklarda sipqarilgan suv, daralarda uradi javlon. Nigohimdan faqat sen pinhon, sen bahorni sog'inmading. Qaysi bahorni sog'indingiz? Yo'q, endi bahor keldi. Qaysi bo'lgan? Ya, bahor bu yerda tug'ilishga haq gap ketmayapti. Bahorda uchrashganmiz. Yo'q, unaqa narsaga hali vaqtli bizga. Vaqt soati. Birinchi muhabbat kimadi maktabdagi? Yo'q, onamdan boshqasi bir tiyin dedik. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davronim keldi, yo'qchiliklar qochib. Bunchalar zo'rsan. Tasha, baland emas. Nima kerak hayot? Qiyinchiliklar, bosh og'riq, tashvish. Sakra, qo'lingdan keladi. Sakra. Bo'ldi. Nima deb yotibsiz? Nima deb yotibsiz o'zingizdan o'zingiz? Nima qilyapsiz bu mashinalarga qarab turib? Shunchaki qarab turibman. Lekinchi Farina, tomoshabin bir narsa aytib qo'yish kerak. Bu narsa albatta hazil. Hech narsa hayotimizga arzimaydi. Hamma narsa o'tadi. Mabodo kayfiyatingiz buzilsa, bir bunchalar zo'rsan ko'rsanglar, bitta ko'rsanglar, hayotga bo'lgan qiziqishinglar ortadi. Mana misol uchun bugun ko'rsatdingiz, o'zingizlar ko'rdinglar. Kursingiz boshidan ko'rganlar. Qarang, 5 ta farzand opamiz. 5-farzandlar 6 oylik chaqaloq bilan birga kelib institut o'qiyaptilar. Bizda ham shunday bo'ldi. 3-farzandim bilan kelib, hozir mana darsga qatnashyapman deyaptilar. Shijoatlarga qoyil qoldim. Ham uy tashvishlari, ham turmush o'rtog'ining ko'ngillarini olish kerak, ham qaynona-qaynotani xizmatini qilish kerak. Shundan keyin farzandlarga qarash kerak, tarbiya berish kerak, ham o'zi shakllanish kerak. Sani momoying kim uchundir shukrona deydi-ku. Xuddi shunday azizlar. Kayfiyat ko'taramiz va ertaga yana Milliy kanalda ko'rishguncha. Albatta azizlar, har bir kundan bahra oling. Mana shunday tabiatdan, go'zallikdan o'zingizni xursand qilib yuring. Ya, go'zallikdan nimani ko'rsatdingizmi? Tabiatdan, go'zallikdan deydi. Ya. 1 2 3 Bunchalar zo'rsan.